Olimlarning bildirishicha, Yerning ichki yadrosi 15 yildan keyin to'xtashi mumkin. Yer sharining markazida radiusi 1,3 ming kilometrli qaynoq yadro joylashgan. Nikel va temirdan tashkil topgan yadroni tashqi suyuq halqa qurshab turadi. O'z navbatida halqa 30 kilometr chuqurlikdan boshlab 2,9 ming kilometr chuqurlikda tug'uvchi mantiyaga ulangan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sayyoramizning magnit maydoni shakllanishida yadro muhim rol o'ynaydi. Yerning ichki yadrosi 1970-yillardan boshlab g'arbdan sharqqa qarab aylangan. 2009-2010 yillarda u aylanishdan butunlay to'xtagan. Hozir yadro yer sirti aylanishiga teskari yo'nalishda, ya'ni g'arbga qarab sekin aylanmoqda. Yadro aylanishi yo'nalishining o'zgarishi uning magnit maydoni hosil qilishda dinamo jarayoni, ya'ni o'tkazuvchi suyuqlikning muayyan harakatida o'z-o'zidan magnit maydoni ishlab chiqarilishi effektidan o'tishidagi roli bilan bog'lanmoqda. 2040-yilda ichki yadro to'xtaydi. Shundan so'ng sayyoramiz aylanayotgan yo'nalishda yana harakatga tushadi, deb ta'kidlashmoqda olimlar. To'xtasa nima bo'lishini bilasizlarmi? Hamma yoq ag'dar-to'ntar, biz bilgan narsadan hech bir asar qolmaydi.